Samarqand nafaqat Sharq, balki dunyoning mo'jizasi, ne aqli donishlar tug'ilgan va mangu qo'nim topgan ulug' makon. Bu zaminda yashagan ajdodlarimiz buyuk ilmiy kashfiyotlari, nodir asarlari bilan o'zga qit'alarda ham nom taratgan. Yurtimizdan yetishib chiqqan zakiylar haqida so'z borar ekan, avvalo dunyoni o'z ilmi bilan larzaga solgan hadis ilmining sultoni Imom Buxoriy nomini alohida e'tirof etishimiz va faxrlanishimiz lozim. Islom olamining benazir mutafakkiri Imom Buxoriyni dunyo madaniyati xazinasiga qo'shgan hissasi beqiyos. Davlatimiz rahbari bu ulug' zotning g'oyat boy merosini asrab-avaylash, o'rganish, islom ta'limotini keng yoyish maqsadida buyuk bir g'oya asosida Samarqand viloyatining Xartang qishlog'ida yaxlit bir kompleksni tashkil etdi. Imom Buxoriy nomidagi xalqaro ilmiy tadqiqot markazi, uning yonida hadis ilmi maktabi va musulmon ahlining eng tabarruk ziyoratgohi. Bu yerda ish qizg'in, quruvchilar, usta hunarmandlar asrlar davomida avloddan avlodga yetishi kerak bo'lgan muhtasham imoratlarni nihoyatda mustahkam, katta mas'uliyat va sharaf bilan barpo etishayapti. Prezidentimiz tashabbusi bilan majmua tarkibida Imom Buxoriy muzeyi ham tashkil etilgan. Qurilishi yakuniga yetib, bezak ishlari boshlab yuborilgan. Ushbu muzeyda Imom Buxoriyning hayoti va ilmiy faoliyati aks etadi. Imom Buxoriy yodgorlik majmuasi buyuk hadisshunos bobomizning islom olamidagi yuksak hurmatiga munosib tarzda qayta qurilmoqda. Uning bag'ridagi Imom Buxoriy innovatsion muzeyiga qo'yiladigan har bir vizual ma'lumot, har bir ashyo ziyoratchilarga islom dini, islom ta'limotiga oid ma'rifatni yetkazadi. Bu muzeyda asosiy g'oyasi o'sha Imom Buxoriy hayoti, merosi, uni ustozlari, shogirdlari va qoldirgan boy ilmiy merosini xalqimizga osonroq, qulayroq va yangi innovatsion yo'llar orqali yetkazish. Bilamizki, Imom Buxoriyni o'zi o'sha yashaganlar 9-asrga to'g'ri keladi. Bu o'sha 810-yil tug'ilib, 870-yilda vafot etgan bo'lsa Imom Buxoriy hazratlari, u davrdan deyarli Imom Buxoriyni asli, ya'ni Imom Buxoriyga tegishli biron bir o'sha paytdan 10-asrga yoki 9-asrga tegishli ashyolar qolmagan. Shu sababdan biz uni muzey, haqiqiy Imom Buxoriy muzeyini o'sha ashyolar bilan, o'sha muzey ashyolari bilan boyitish juda bizga qiyin bo'ladi. Chunki u davrdan yetib kelgan juda ko'p narsalar bor, ayniqsa Imom Buxoriyga tegishli. Masalan, sallasi bo'lsin yoki masalan cho'poni bo'lsin yoki o'tirgan stul, ya'ni xon taxtasi bo'lsin yoki shag'ami, u juda qiyin masala. Shu sababdan uni innovatsion muzeyda qilishimizning asosiy sababi ham uni o'sha tarixiy manbalar asosida, ya'ni hozirgi zamondagi masalan media ko'rinishda yoki suratlar ko'rinishda yoki mullajlar ko'rinishda yoki infokiosklar ko'rinishda bo'ladi va bu har bir 9 ta bo'limdan iborat, har bir bosqichda turli xil innovatsion yangi texnologiyadan foydalaniladi. Ushbu muzey qanday ko'rinishda bo'ladi? Barchaga ma'lum, bugungi kunda yurtimizda olamshumul jarayon, ya'ni islom sivilizatsiyasi markazi qad ko'tarib, uning ichki mazmuni yaratilyapti. Shu asnoda Imom Buxoriy innovatsion muzeyi kontentini ham yaratish yurtimiz va xorijlik olimlarning asosiy maqsadiga aylandi. Buning uchun Olimlar milliy forumi, 8-xalqaro kongress, Madaniy meros xalqaro haftaligi va boshqa ilmiy tadbirlar o'tkazildi. O'tkazilgan ilmiy ijodiy yig'ilishlar muzey ekspozitsiyasini boyitishda juda foyda bo'ldi. 5 yıldır O'zbekistonga çok sık gelip gidiyorum. 5 yildan buyon O'zbekiston olimlari, quruvchilari bilan hamkorlik qilib kelyapman. 2021-yilda Yangi O'zbekiston bog'idagi Mustaqillik monumenti stelasining dizaynini yaratdim. Menga shunday sharafli ish topshirilgani uchun Prezidentingiz Shavkat Mirziyoyevga alohida minnatdorchilik bildiraman. Bugun Islom sivilizatsiyasi markazi O'zbekiston tarixi davlat muzeyidagi ba'zi dizayn loyihalarida hamkorlikda ish olib boryapman. Ammo yana bir mas'uliyatli va sharafli vazifa Imom Buxoriy innovatsion muzeyining dizayni menga topshirilganligidir. O'zbek olimlari bilan muzeyning ichki mazmunini mukammal yaratishga harakat qilyapmiz. Bugungi forumda uning loyihasi namoyish etildi.
juda hayajondaman. Imom Buxoriydek buyuk muhaddis olim hayoti, faoliyatini muzeyda ko'rsatib berish murakkab vazifa. Raqamlashtirilgan innovatsion muzeyga zamonaviy texnologiyalar tatbiq etilyapti. Bir guruh tarixchilar bilan ulug' olimning tarixini hech bir jihatdan nazardan qoldirmay, bor haqiqati bilan ekspozitsiyalar orqali ochib bermoqchimiz. Innovatsion muzey buyuk muhaddis Imom Buxoriy dafn etilgan maqbaraning shundoqqina yonida joylashgan. Bu yerga ziyoratchilar yerosti galereyasi orqali kirib borishadi. Yosh ulug'lar, imkoniyati cheklanganlar uchun alohida yo'lak, umuman munosib sharoit yaratilishi ko'zda tutilgan. Ushbu innovatsion muzey 9 ta bo'limdan iborat bo'lishligi kutilyapti. Buyuk hadisshunos olim Imom Buxoriyning to tug'ilganidan dafn etguniga qadar bo'lgan hayot yo'li mana shu bo'limlarda aks etadi. Bu muzey shunchaki muzey emas, shunchaki bir joyda ashyo yoki qo'lyozma turmaydi. Bu muzey haqiqatdan ham innovatsion, o'zgacha tarzda barpo etiladi. Ba'zi bir detallarda hali qurilish bitmagan bo'lsa-da, oxirigacha ko'rishimiz mumkin. Bu muzeyda multimediali ekspozitsiyalar orqali tarixiy voqealar interaktiv tarzda jonlantiriladi. Hatto bir bo'lim bolalarga bag'ishlandi. Bolalar shunchaki yerda eksponat tomosha qilib yurmaydi. Ular haqiqatdan ham o'sha davrga sayohat uyushtirishlari mumkin bo'ladi. Bir so'z bilan aytganda, mana shu innovatsion muzey, umuman mana shu katta bir majmuani xalqimiz intizorlik bilan bitishini kutayapti. Bu Imom al-Buxoriyni ijod olib borilgan davlatlarning kartasi bu. Qayerlarda bo'lganligi? Qayerlarda bo'lgani hozircha chala. Xudo xolasa buni bitiramiz. Har bitta davlatning nomlari yoziladi, opa. Bitgandan so'ng mana shunday holga keladi. Yonlarida qayerlarga borgan hammasi yoziladi butun umr davomida. Hajga borgan safarlarning hammasi shu. Hammasi mana shu yerda bo'ladi. Hozircha chala bu. Xudo xolasa bitirib, bitgandan keyin yana bir kelsalaringiz chiroyli ko'rinishda bo'ladi. Muzeyning 9 ta bo'limini boyitishda jahon tajribasi hisobga olindi. Imom Buxoriyning hayoti, ilm yo'li, uning buyuk fenomen xotiraga ega ekani, fazilatlari, Imom Buxoriy avlodlari haqida xronologik tarzda ma'lumot beruvchi filmlar, qadimiy ashyolar, qo'lyozmalar, muqaddas dinimiz tarixiga oid noyob manbalar zamonaviy texnologiyalar yordamida namoyish etiladi. Ham taklif ham tashabbus egasi bu muhtaram yurtboshimiz bo'ladilar. Bunda maqsad nima? Maqsad albatta bugun butun dunyo imomi, hadis ilmining sultoni deb e'tirof etilgan Imom Buxoriyni butun hayoti, faoliyatini, uni ibratli hayotini o'sha yangi innovatsion g'oyalar asosida ko'rsatishlik. Muzey deganda biz ko'z oldimizga eksponatlar, qanday o'sha muzey ekspozitsiyalari keladi aslida bu muzey ulardan tubdan farq qiladi. O'zi kichikroq muzey bo'lishiga qaramasdan juda katta bir ma'lumotlarni o'zida qamrab olish maqsad qilingan, ya'ni elektron innovatsion muzey. Har bir muzeyga tashrif buyuruvchilar o'zini hadis ilmida sinashlari mumkin. Ya'ni o'sha hadisni ijtimoiy axloqiy masalalarga doir 1500 ta hadis bu yerda qo'yib joylanadi turli tillarda va kelib o'sha tashrif buyuruvchilar, ziyoratchilar albatta o'zini bilgan hadislarini yozib imlo qilishlari mumkin yoki shuni o'qib mutolaa qilishlari mumkin. Bevosita Imom Buxoriy muzeyiga kirgan o'sha tashrif buyuruvchilar ham Imom Buxoriy hayoti bilan, ham Mavroun Nahr o'sha hadis maktabi hayoti va Imom Buxoriyni ibratli, fazilatli hayotda namuna bo'ladigan o'sha buyuk xislatlaridan ham barhama foyda olishadi. Shu bilan birgalikda ular hadis olamida ham o'zlarini bilimlarini, ilmlarini sinashlari mumkin. Imom Buxoriyni insoniyat dunyo imomi, muhaddislarning sultoni, amiri deb tan olgan. Buyuk hadisshunos mangu qo'nim topgan tabarruk maskan, bu yerda kechayotgan xayrli ishlar asrlarga yetishi, avlodlarning iftixoriga aylanishi bor gap. Buyuk hadisshunos mangu qo'nim topgan maskan tobora yangicha qiyofaga kirib boryapti. Bu esa yangi uyg'onish, 3-renessansga poydevor qo'yilganligidan dalolat. Ajdodlarimiz bu kunlarni ko'rmadi, biz ko'ryapmiz. Ularning armoni uchun biz shukronani qilamiz.